Oybek, hali ham shu yerda o'tirsanmi? Bilasan Meliyor. Shu joyda u bilan juda ham ko'p ko'rishardim. Menimcha endi hech narsa yaxshi bo'lmaydi. Qo'y Oybek. Sen siqilsang, men ham siqilib qolaman, og'ayni. Eng baxtli inson bo'lasan, do'stim. Deb o'ylaysanmi? Aniq. Bo'pti endi tur, uyingga bor. Yaxshi bola do'stim hali. Rahmat. Uyga kirgina faqat. Mayli o'rtoq. Bor, qarab turaman. Sevgimni qabrga ko'mib tashlasang, vaqtlar o'tib kimnidir seva boshlasang, meni ham o'lgandekin senga bu inson, azoblar chekkan o'zim yana men yomon. Voy, siz yana siqilyapsizmi? Bir baxtli hayotingiz bo'lsa, baribir siqilaverarkansiz. Yo, bir tinch ijod qilishga berasan, bermaysanmi? Mayli. Bu yerda ijod qilayotgan bo'lsam. Yo, buni tushundim, lekin nimaga siqilyapsiz? Men shuni tushuntiring menga. Ma, choy damla undan ko'ra gapni ko'paytirmasin. Shu holatimda-ya? Nima qilibdi holatingga? Ko'rmayaptimi? Ha. Ham bolamizni ko'taraman, ham ishlarini qilaman. Nima bu? Bo'ldimi? Ko'p. Men siz uchun nimalar qilmadim? Eshikmi? Ha, eshik. Qara o'zing. Men qarayman, men choy damlayman, siz qarang. Xo'p. Sen Ha, men nima qilyapsan kech bo'lgan? sizlarni ko'rgani kelib. Urishdingmi eringmi? Yo'q. Qani o'zi? Bilama. Kir. Nimaga hammanglar bir xil bo'lgansizlar, qorin solib? Kiyov? Ketdik ko'chik. Yur ichkariga. Qaynog'angizga salom berishga to'g'ri ketishmagan? Salom. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Kir. Nechun seni ham qorning och? Shu uyda ovqat qilmayapsizlarmi sizlar, ha? Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim, görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim.